Türkiye İyi Partisi parlament a'zosi İbrahim Halil Ural efendi bilan Ayxan Aral efendi parlamentdagi umumiy yig'inda so'z qilib, Türkiye parlamentini Xitoyni ayiblaydigan, Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligini tanqid qiladigan, Xitoyni jazolaydigan qaror ma'qullashga chaqirdi. İbrahim Halil Ural efendi 11-esla Türkiye parlamentida qilgan so'zida oldi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida ma'qullikdan o'tgan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. O'tgan hafta Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasi bilan Kengash palatasida Xitoyning Sharq Turkistondagi zulm siyosati o'tirg'i qo'yilgan va u yerdagi inson haqlari dafsandichiligiga qarshi bir qonun loyihasi ma'qullikdan o'tdi. Men Türkiye parlamentining bir a'zosi bo'lish sifatim bilan buyuk turk millatining farzandi bo'lish sifatim bilan buningdan bekli nomus qildim. Tili, dini va tarixi biz bilan o'xshash bo'lgan Uyg'urlar uchun undaq bir qonunni biz ma'qullikdan o'tkazishimiz kerakdirliq Amerika davlati ma'qulladi. Men buni tafsili o'ttirg'i qo'yman. Parlament a'zosi İbrahim Halil Ural efendi Türkiye parlamentini Uyg'urlar to'g'risida qonun ma'qullashga chaqirib mundaq dedi. Men bugun mundaq bir chaqiriqni o'ttirg'i qo'ymoqchiman. Kelinglar hammamiz bu masalani Türkiye parlamentining kun tartibiga elib kelaylik. Türkiye parlamentida Xitoyni ayiblaydigan, Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligini tanqid qiladigan, Xitoyni jazolaydigan bir qaror ma'qullayli. 21-asrda jazo lagerlari qurib, jinimizdek aziz Uyg'ur turklarga bu yerlarda zulm siyosati ilib berayotgan Xitoy hukumatiga buni to'xtat deyli. Her qaysi davlatlarda yaşayotgan Uyg'urlar turli usullar orqali 15-iyun Uyg'ur ona tili kunini tabrikladi. Xalqaroliq Uyg'ur ona til bayramini kutib olish Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishidagi Uyg'ur va amerikalik tadqiqotchi xodimlar Uyg'ur ona tili kunini tabriklab maxsus chatma tabriknoma e'lon qildi. Amerika, Türkiye ve Avrupa devletlerinde yaşayotgan Uyg'ur farzandlari o'zlari tayyorlagan nomerlarni ommaviy taratqularda tarqitish orqali bu kunni tabrikladi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa yillardagidek 15-iyun kuni Uyg'ur tili bayrami munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilib, imkoniyatining yetishicha bu bayramga ahamiyat berishga chaqirib, ona tilini qo'g'dashni Uyg'urlarning bir milliy majburiyat ekanligini ta'kidladi. Dünya Uyg'ur qurultayi 2015-yil 5-oyning 22-kuni bayonot e'lon qilib, har qaysi davlatlarda 6-oyning 15-kuni har turli xotirlash faoliyatlarini elib berishga chaqiriq qilgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump Germaniyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga pul to'lashda orqaga surganligini bayon qilib, Amerikaning bu davlatdagi askar sonini 25 mingga qisqartirganligini aytdi. Oqsaroyda o'tkazilgan yig'inda Trump Germaniyadan askar chekindirish qaroriga qarata mundaq dedi. Biz Germaniyadagi askarlarimizning sonini 25 mingga qisqartamiz. Belginimizde Germaniya Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga pul to'lashga sal qaraydi. Ularning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotida milliard dollar qarzi bor. Agar ular pul to'lamasa, bizning askarlarimiz u yerda nima ish qilsin? Amerika Volkochisi gazeti yaqinda Oqsaroy davlat bexatarlik maslahatchisi Robert Overin imzolagan qarornoma bilan Germaniyadagi Amerika askarlari sonining yuqori chekini 25 mingga tushirish buyrug'i berilganligini xabar qilgan edi. Amerika hükümeti Rossiyada casuslik cinayeti bilan 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Amerikalik Paul Whelanning darhol qo'yib berilishini talab qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yozma bayonotida Moskva shaharlik sud mahkamasida chiqarilgan qarorga qattiq inkas qaytardi. Whelan o'tgan yili 12-oyda Moskvada casuslik qilganligi bahonasi bilan Rossiya Federatsiya bexatarlik idorasi FSB tarafidan tutib ketilgan va qo'lga olingan. Moskva shaharlik sud mahkamasi oldingi kuni jasuslik jinoyati bilan Whelanni 16 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. İsrailiya armiyasi G'azza rayonining janubidagi bir qism Hamas nuqtalarini bombardimon qildi. İsrailiya quruqliq armiyasi bayonotchisi Avichai Adray yozma bayonotida G'azzaning janubidagi Hamas harbiy nuqtalariga urush aeroplani va zambirak o'qi bilan zarba berilganligini aytdi.
Adiray bu hujjatning G'azzadan etilgan raketaga qarta elib berilganligini bayon qildi. İsrail Baş Ministri Benjamin Netanyahu yaqında işğaliyat ostidagi Iordan daryosining g'arbiy qirg'oqidagi ba'zi rayonlarning bir qitimdila emas, balki asta-asta qo'shilishi mumkinligini aytgan bo'lib, Birlashma hukumatning kelishimiga asosan İsrail Baş Ministri 7 oyning 1-kundan boshlab Iordan daryosining g'arbiy qirg'oqi va Iordaniya vodisidagi qonunsiz Yahudi o'ltiraq nuqtalarini qo'shib olishni kabinет yoki parlamentga suna oladi.